Assalomu alaykum. Demak, bugungi mavzumiz bu limfodema, limfostaz, ya'ni qo'l oyoq shishlarni davolash usullari haqida bo'ladi va O'zbekistonda qilinadigan muolajalar haqida gaplashamiz. Bu sizlar uchun juda qiziqarli bo'ladigan umiddaman va juda kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Limfodema, limfostaz yoki qo'l oyoq shishlar o'zi bu kasallik ilgaridan ma'lum bo'lgan va ilgaridan davolash usullari bo'lgan. Har xil davolash usullari qo'llanilgan. Lekin buni haqiqiy davolash usullaridan bittasi bu necha asrdan beri qo'llab kelinadigan bu kompleks shishga qarshi terapiya. Ya'ni bu o'z ichiga oladi bu manual limfa drenaj yoki massaj desa ham bo'ladi. Bu ya'ni limfa yo'llari bo'yicha qilinadigan va limfa yo'llarini va limfa oqimini ta'minlab beradigan maxsus muolaja, ya'ni manual limfa drenaj, ya'ni qo'lda qilinadigan massaj. Bundan tashqari keyingisi bu bandajlash, ya'ni uni maxsus bintlar bo'ladi. Bu bintlar bo'ladi va shu bintlar va maxsus bog'lamlar orqali bandajlanadi. Bu oddiy aptekada sotilgan bintlar emas. Buni o'zini maxsus bintlari bo'ladi. Bu 4-5 qavat qilib bog'lanadi. Bundan keyin maxsus mashqlar, bu o'sha aynan bog'langan sohada yoki o'sha amaliyot bajarilayotgan sohada qilinadigan har xil mashqlar bajarilishi bilan amalga oshiriladi va 4-inchisi bu teri gigiyenasi. Ya'ni bu inglizchasi CDT deb ataladi. Ya'ni bu o'sha aytgan 4 narsa, ya'ni manual limfa drenaj, bandajlash, maxsus mashqlar va teri parvarish hisoblanadi. Bandajlash haqida biz alohida video qo'yganmiz, uni ko'rishingiz mumkin qanaqa bandajlanadi. Bu limfodemani, ya'ni birlamchi bo'ladimi, ikkilamchi bo'ladimi, farqi yo'q. Hammasida qo'llaniladigan holat hisoblanadi, faqat uni ko'rsatmasi bor. Ya'ni qachon qilinadi? Bu ko'proq o'sha limfodemada shishgan holatda, ya'ni shish kuzatilganda, limfa suyuqligi yig'ilgan paytda yoki limfa suyuqligi yog'ga aylangan paytda, ya'ni fibroz to'qimaga to'liq aylanmagan holatda qilinadi. Va bu narsa agar bemorda o'sha limfodemani 3-chi yoki 2-chi bosqichining oxirlari bo'lgan ish kuzatiladigan bo'lsa, bu birinchi etapda qilinadigan muolaja hisoblanadi va bu limfodemani eng asosiy muolajalardan bittasi hisoblanadi. Demak, keyingi usul, davolash usuli bu xirurgik usul hisoblanadi. Ya'ni bunda hozirgi zamonda shu mikroskoplar rivojlangan hisobiga va o'sha har xil limfadagi o'zgarishlarni aniqlash imkoniyati bo'lgani uchun va limfografiya apparatlari chiqqani hisobiga hozirgi kunda o'sha limfa tomirda jarrohlik operatsiyasi ham rivojlandi. Limfada bo'lgan operatsiyalar hammasi ko'pi mikroxirurgik operatsiya hisoblanadi va ko'pincha mikroskop ishlatiladi. Demak, bu birinchi operatsiya turi bu limfani venaga ulash operatsiyasi hisoblanadi. Bu limfodemani erta bosqichlarda va o'rta bosqichlarda qilinadi. Bu eng xavfsiz operatsiya hisoblanadi. Kesmalar juda kichkina kesma kesiladi va bemor mahalliy og'riqlantirishda bo'ladi. Hech qanaqa unga umumiy narkoz berilmaydi va shu kunning o'zida kelib, o'sha kunning o'zida ketadi. U yotib qolishi yoki uzoq gospitalizatsiya kerak bo'lmagan muolaja hisoblanadi. Eng asosiy effektivligi yuqori bo'ladi. Ya'ni bunda normada limfa tomir, limfa tugunda tugaydi va limfa tugun ketib, yana yuqori venaga borib quyiladi va yuqori venaga chiqib ketadi. Bu operatsiyada xuddi shu yo'lni qisqartirib qo'yiladi. Ya'ni limfa tomirda o'zi yo'li yo'q, yopilgan, o'shani hisobiga o'sha sog'lom limfa tomir topilib, u kesiladi va u venaga ulanadi. O'sha mikroskop orqali venaga ulanadi, maxsus iplar bilan tikiladi, juda kichkina iplar bilan tikiladi. Shuning uchun bu super mikroxirurgiya deb ataladi. Bu juda yaxshi effekt beradi, agar ayniqsa boshlang'ich va o'rta bosqichlarda bo'ladigan bo'lsa. O'shaning uchun hozirgi rivojlangan davlatlarda ko'krak bez saratonidan keyin yoki o'sha ginekologik onkologiyadan keyin yoki limfa tugunda operatsiyadan keyin, limfa disseksiyadan keyin bemorlarni har 6 oyda majburiy tekshirish qilib turiladi. Ya'ni chunki mana shu muolajani erta bajarish va bu kasallikni erta aniqlash, ya'ni bu kasallikni erta aniqlash va bu muolajani ertaroq bajarish va effektiv yuqori bo'lishi uchun bu muolaja bajariladi. Demak, limfani venaga ulash operatsiyani eng yaxshi tomoni bu effektiv yuqoriligi va xavfsizligi hisoblanadi. Lekin afsuski hamma kasalliklar qilolmaymiz buni. Ayniqsa birlamchi limfodema kasalliklarda, ya'ni limfa tomiri yaxshi rivojlanmagan bo'lsa, bu muolajani qilish sal qiyinroq bo'ladi. Demak, keyingi muolaja bu limfa tugunga venani ulash. Bu ko'pincha oyoqda bajariladi. Ya'ni ba'zi bir insonlarda bu birlamchi, ikkilamchi bo'lishidan qat'iy nazar limfa tomir va limfa tugun rivojlangan bo'ladi
lekin limfa yo'li zararlangan hisoblanadi. Bu ko'pincha o'sha tug'ma bo'lishi mumkin yoki orttirilgan bo'ladi. Ya'ni har xil muolajalar hisobiga yoki nur terapiya hisobiga limfa yo'li yopilib qoladi. Bu holatda shu biz limfografiya qilamiz va UZI qilib limfa tomirini tekshiramiz va unga mos limfa tugunga mos vena tomir topib, u limfa tugunga o'sha yangi teshuv hosil qilib, vena ulanadi va maxsus o'sha mikroskop orqali tikib chiqiladi va shu orqali limfa tugunida yangi yo'l hosil bo'ladi. Ya'ni uni eski o'sha yopilib qolgan yo'lni o'rniga vena tomiridan limfa suyuqligi o'tadi. Lekin buni asosan oyoqda bajariladi. Keyingi muolaja bu limfa tugun ko'chib o'tkazish muolajasi. Bunda ko'pincha qo'l sohasida qilinadi. Ya'ni ko'krak bez saratoni yoki limfa tugun olib tashlangan yoki nur terapiya olgan kasallarda sog'lom bo'lgan limfa tugun olib tashlangan limfa tuguni sohasi qo'yiladi va tomirlari tikiladi. Ya'ni venasi va arteriyasi bir-biriga tikiladi. Bu muolajani ko'pincha o'sha limfa vena anastomoz qo'yilgandan keyin bajariladi yoki limfa venous anastomoz qo'yish imkoniyati bo'lmaganda bajariladi yoki limfa venous anastomoz qo'yilgan, lekin effekt bo'lmadi. Shu holatda bajarilgan muolaja hisoblanadi. Lekin buni effektivligi o'sha o'zini, ya'ni bu limfa tugun joyiga tushadi, qon tomiri ta'minlanadi va 3 yil ichida o'zini funksiyasini bajara boshlanadi. Ya'ni limfogenez paydo bo'ladi, ya'ni limfa tomiri o'ziga torta boshlaydi. Keyingi muolaja bu liposaksiya muolajasi. Bu birlamchi, ikkilamchi limfodemada qilinadi. Bu og'ir bosqichlarda ham qilsa bo'ladi. Ko'pincha og'ir bosqichda qiladi, o'rta bosqichda qilsa bo'ladi. Ya'ni ortiqcha yig'ilib qolgan fibroz to'qima, yog' to'qimani maxsus yo'l bilan liposaksiya bilan olib tashlash mumkin. Lekin buni hamma qilishni tavsiya qilmayman, chunki ba'zi paytda limfa yo'llarini zararlab qo'yish ehtimoli juda yuqori. Shuning uchun bu, ya'ni limfa yo'llarini biladigan yoki limfografiyadan keyin bu muolajani bajarish kerak. Ya'ni limfa yo'llarini zararlab qo'ymaslik uchun. Lekin bu faqat estetik uchun qilinadigan muolaja hisoblanadi. Bundan oldingilari bu o'sha rekonstruksiya, ya'ni limfa yo'lini hosil qilish uchun bajarilgan muolaja hisoblanadi. Eng oxirgi operatsiya bu Charles operatsiyasi. Bir necha asrdan beri qilinadigan operatsiya. Bu oxirgi bosqichda qilinadi, ya'ni boshqa iloji bo'lmagan holatda qilinadi. Ya'ni o'sha zararlangan teri ostiga qat olib tashlab, boshqa yoqdan sog'lom teri ko'chib o'tkaziladi. Bu muolaja bir necha asrdan beri qilinadi. Bu faqatgina o'sha zararlangan terini olib tashlash va yangi teri qo'yish hisoblanadi. Afsuski, ma'lum vaqtdan so'ng terida o'zgarish, qattiqlashish, har xil toshmalar toshish ehtimoli yuqori. Limfodemada o'sha Yamamoto klassifikatsiyasi paydo bo'lgan, ya'ni 5 ta bor. Ya'ni nimaga bu muolajalar gapirdim? Masalan, birinchi bosqichda faqat konservativ terapiya qilinadi. Ikkinchi bosqichda limfa vena anastomoz qo'yiladi. 3, 4, 5-bosqichda limfa vena anastomoz qo'yiladi. Keyin kuzatiladi. 3 oy, 6 oy, 1 yil, 2 yil mobaynida. Agar effekt bo'lsa tegilmaydi. Agar effekt bo'lmasa, limfa tugun ko'chib o'tkazish muolajasi bajariladi va kerak bo'lsa liposaksiya muolajasi bajariladi. Demak, bu sanab o'tilganlar barcha O'zbekistonda qilinadi. Agar sizda limfodema kasali bo'ladigan bo'lsa yoki limfodemaga shubha bo'ladigan bo'lsa yoki limfodema kasalligi, limfostas kasalligi rivojish ehtimoli bo'ladigan kasallik bo'ladigan bo'lsa, ya'ni onkologiyadan kelgan, limfa tuguni olib tashlangan yoki nur terapiya olingan kasallik bo'ladigan bo'lsa, o'zingizlarni tekshirtirishingiz mumkin va erta bosqichda aniqlab, uni erta bosqichda davolashimiz ancha yuqori effektivlik beradi. E'tibor uchun rahmat. Agar sizlar savollar bo'ladigan bo'lsa, savol yozishingiz mumkin. Biz javob berishga tayyormiz. E'tibor uchun rahmat.